Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz qadrli do'stimiz Asliddin Surxondaryo Denovdan keldilar. Xush kelibsiz. Rahmat. Asliddin bizdan 1 yil oldin UziApparat olib O'zi ketgansiz. olgan. 08V modelni olganlar qanday ish bo'lyapti? Yaxshi aka, shu xalq xizmatida yuribmiz. O'zlar tekshirib. Effekt yaxshi, yomon, zo'r. Nexa'ni Cobalt qildim dedingiz. Ha, xudo xohlasa. Qulog'imga Ha, chalindi. Mana shu ha. yutuqlaringni eshitsam men xursand bo'laman-da. Yutuqlaring zo'r bo'lsa, mana bunaqa narsalar olinadi-da. Shunday. Agar yutuq yaxshi bo'lmasa, demak u narsa olinmaydi-da. Shunday. Demak, o'sha sohani rivojlanishi yaxshi bo'lmaydi. Shunday. Demak, yaxshi. Kuniga 6 talar bo'lyapti, ko'z tegmasin. Yaxshi. Menikidan ko'proq ekan ko'rishar ekan. Mol ko'p ekan. Ha. Qanday bo'ladi? Endi sun'iy urug'lantirish yo'lga qo'yapsiz. Xudo xohlasa aka, biz oldin ham qo'yganmiz buni. Endi yana zamonga talab va istaklarga qarab yangiliklarni qilib, xudo xohlasa, yana xalq xizmatini davom ettirmoqchimiz. Yaxshi ishlar qildik. Siz 1 yil oldin bum Ha. qilgansiz-da. Ha. Sabab UziApparat olib borib. Shunday qo'ymay ketdik orada. Endi yana tashkillashtirib, xudo xohlasa. Endi Bo'ladi. baribir mana biz ham xudo xohlasa tashkillashtiryapmiz. Xudo xohlasa urug'larni ham xudo xohlasa tashkillashtiramiz. Amerikanskiy urug'lardan. Lekin zo'r. Mana biz ham hozir bitta shogirdni olyapmiz, urug'lantirishni boshlaymiz biz ham. U sabab o'zi ishlatgan odam aniq 100% assimilyator ishini qilish kerak. Sababi o'ziga borasiz, aka endometrit ekan, davolashingiz kerak uni. Davolab bo'lgandan keyin urug' qo'yishingiz kerak. Urug' qo'ygandan keyin yana uzi qilish kerak. Boshida uzi qilasiz, oxirida uzi qilasiz. Ana shu har tarafini aniq bo'ladi, soqqali ish bo'ladi-da. Endi hammani o'y fikri menimcha shu ishni qilish kerak, shu soqqali ish qilish kerak degan o'y biz kerak deb o'ylayman. Shuning uchun sizlar mana apparaturlarni olyaptilar. Xo'p, bu yerdan nima apparatur? 25 ga magnezon va detektorimiz. Bu detektorimiz juda zo'r. Fiksatorimiz zanjirli. Qusachkalar, bu payeta keskichimiz va yelin kateteri. Va eng muhimi, uyning egasini oldiga kirib olib, suv olib chiqing, piyolaga tayyorlab bering, qaynaganmi, yo'qmi degan narsa bo'lmasligi uchun mana termostatlarimizdan ham oldilar. Bu termostatni bemalol mashinaga qo'yib, zaryadga mashinadan ham zaryad oladi, o'zi ham zaryadda bo'ladi. Bemalol olib ketsalar bo'ladi. Uyning egasiga malol kelmaydi-da, borib suv olib chiqing, buni olib chiqing. Shunda tayyor bo'ladi, shunda boradi, shunda urug'ni qo'yadi, yana chiqib boshqa ishni qilib ketaveradi. Vaqtdan yutadi. Va ikkinchi narsamiz shlankamiz. Bu shlankamiz nima uchun kerak? Asosan qustirishga, ichidagi to'g'ri jo'natishga va ichini nima deydi, bo'kib qo'yganda ishlatiladi. Oshqozon yuvishga. Oshqozon yuvishga. Endi asosiy bu assimilyator elektronli, monitorli. Bu apparatimiz asosan mollarni sun'iy urug'lantirishga, o'zining vibratori bor. Nima deydi? O'zi qizdirib bera oladi. Buni ham xuddi mashinaga qo'yib qizdirib olsak bo'ladi. Bu buralmaydigani. Buni ham tavsiya qildik. Bu ham juda zo'r, ham narxi arzon. Va baquvvat. Bemalol yong'oq. Bu temiri qiziydi. Mashinaga qo'yiladi. Mashinaga qo'yganingizda qiziydi. Uyning egasini borgunizcha, asosan bu bizga kuzda, qishda kerak bo'ladi. Hozir kerak emas. Shunday qo'ysa bo'ladi. Bu bo'lsa vibratori, havoni tortadi. Ishlaganda havoni tortadi va vibratsiya beradi. Bu yerga video montajdan qilib olsangiz bo'ladi. Egasiga bu nima uchun kerak? Ko'pchilik aytadi, bu nimaga kerak? Asosiy narsa bu yerda mijozni jalb qilish. Mijoz aytadi, urug'ni o'sha aytgan joyiga tasholdingmi deydi. Endi odam har xil. O'shani o'zini oqlab olish uchun bu apparatlar kerak. Bu ko'rib turadi, egasi ko'radi monitorda, urug'ni tashadi. Menga gollandskiy tashadi yo angus tashadi deydi. Sizlar qaysi urug'da? Hozir simental. Simental, ha? Simental o'zi zo'rda. O'zi bizda Bushevni rivojlantirishimiz kerak. Biz simentalga angusga o'tib ketganmiz. Simentalni rivojlantirishimiz kerak-da. Mana assimilyatorlar O'zbekiston simentalni rivojlantirish kerak-da. Nima uchun? Sut go'shtini olish. Simental yaxshi. Anavda. Lekin o'zimizni Bushev zoti zo'r. Bushev. Endi bizniki simental joylariga qo'yapmiz, olyapmiz, yaxshi. Issiqqa chidayapti, bo'lyapti. Prosta o'zimizda yaratilgan anavni rivojlantirishimiz kerak-da. Bushevni. O'shani Bushevni ham qo'yinglar-da. Misol jaydariroq mol chiqib qolsa, nasl xizmatda bor. Taflovon degan zotlari bor edi adashmasam. Olish kerak-da, o'shani qo'yish kerak. Bo'ldi. Xudolar hammasiga yo'l qo'yamiz. Shuning uchun hammasini yo'lga qo'yish kerak. Boshqa vetvrashlarga ham shuning uchun Bushev zotini rivojlantirishimiz kerak. Sababi bizga qurg'oqchilikka ham, ochlikka ham, kasallikka ham juda chidamli. O'shaning uchun o'sha zotlarga ham qiziqinglar. Iloj bo'lsa, mayli bundan qimmat urug'dan qo'yinglar ko'proq. Lekin Bushevdan ham kamroq qo'yinglar. U ham yo'q bo'lib ketmasin.
Do'stim, sizni ishingizga omad. Yana apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa qilib beramiz. Bo'ldi. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etingiz. Bizda 11 xil turdagi UZI apparatlar va boshqa turdagi mahsulotlarimiz bor. Azot bochkalarimiz bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.